Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli yurtdoshlar. Bugungi rolimizni o'rgan shahrimizning markazi, hazlar Janobiy Salon Lashisha magazinining arka tarafida 4 qavatli binoni 4-qavatida 2 xona kvartira bilan tanishib o'tamiz. Akkuratni aboy qilingan hamma joyimizni ishlarini e'tibor qiling. Turistki ishlardan podyezdlar ham akkuratni ekan. Suv svet gazidan umuman problema yo'q. Bismillah giramiz xonadonimizga. Kirgandan koridor joyi, oboy qilingan koridorlarimiz ham ishlari xivo ishlardan qo'yilgan, nal ishlari bor. Bu tarafda sanuzel, oshxona, zal qismi, keyin bu yon tarafimizda esa spalniy qismi, ya'ni yotoqxonasi bo'ladi. Bu tarafda esa verandasi 2 ochlik. Hazır yukarıda yine yurtgan shkafchalar ham bor, bir meydachida qo'ymoqingizga sharoitlari qilingan. Sanuzellar ham akkurat ekan, ham narx ham zo'r, ichida ayrim bir ikki jihozlari qoladi. Hazır jihozlarning lustrasi, konditsioneri, keyin kuxniy mebel, gaz plita qoladi. Qani hammacha ketadi. Birinchidan ko'rsatib donishtirib boraveramiz. Birimiz asosiy gastiniy, ya'ni zal qismi bo'ladi. Eni 310, uzinasi 560 razmerda tushgan. Hamma aboy, internet bor, Wi-Fi ishlab turibdi dening. Muammo yo'q internetdan. Bu tarafimiz 2-3 razmerda veranda qismi bo'ladi. Bu tarafda yana chiroyli qilib shkaflar ham o'rnatilgan, aynalari hammasi akvaramlarında. Tezor zonasining chiroyli qilib, tezorlar ham o'rnatilgan. Patologlar natijoy, lyustralari bor. Hazda bu yerda LG konditsionerlar. Bu tarafda spalniy qismi. Spalnimiz 270'e 560 razmerda tushgan. Birimiz ham aboy. Patolog natijoy. Aynalar akvaramlarından hazda. Zo'r mesada, yan tarafında o'qishlar, magazinlar, transport, hech nimadan muammosi yo'q. Transportlar ham o'sib turibdi. Daritalam yaqin, Urdu universitetini ham, Rasinter bozori ham, hazda Dekkamazar ham peshkom borsangizlar bo'ladi. Berimiz yana sanuzelimiz polni kafeldan chiqqan, umuman mutazlari o'zgargan. Suv svet gazlar gap turibdi. Bu oshxonamiz bo'ladi. Oshxonamizda kuxniy mebel, gaz plitalari, qaladon, qonojlari ketadi. Kafel qilingan, mo'ykalari bo'ynang. Hazda joyimiz zo'r. Doğru gelip yaşaydan, o'qishlar ham yaqin, hurmatli vatandoshlar. Narxi 330 million so'm aytilib turibdi. Kelishadigan yeri bor. Gelip gelishib olsangizlar bo'ladi. Mulk egasini o'zlari bilan sodalashib olaverasizlar, hurmatli vatandoshlar. Hazla orientirni yana bir aytib o'tamiz. Urgan shahrimizda Jo'rabek salonini ham Qaldirg'och magazin, ya'ni Lashisha magazini orqa tarafida joylashgan 4 qavatli binoni 4-qavatida 2 xona kvartira. Narxi 330 million so'm. Dokument ishlovdan muammosi yo'q. Hamma o'zi tayyor, to'g'ri oformga qilinadigan. Eğer qiziqqanlar bo'lsa, bemalol murojaat qilaversa, kommentariyada chiroyli fikrlaringizni qoldirib qo'yasizlar. Hammaga sog'lik, salomatlik tilamiz. Keyingi roliklarda yaxshi kayfiyatda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.